Neç pul oldu ki? Bu ham yangi taqilibdi. Mana yana sotilgan. Neç pul oldu aka bu? 80? Qaravering, molingizni olyapman, hisoblat olmay aka. 8 million 700 mi? Chiroyli xonasini aka. Sifati yaxshi, barakasi bersin. Boyaga qaysi bir savdo bo'lyapti? Nechi pul? 11 million 400 ming so'm. Xonasini savdo bo'lyapti. Bu shved kimniki ekan? Egasi yo'q. Boyaga nechi pullar bo'ldi bular? Nechi pul oldu boyaka? Boyaka nechi pullar bo'ldi? Nechi? 14 million 500 mingdan bir joyga baraka. Mana qarang go'zalligini, bu qani. Bosing yozing. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar. YouTube chorva ishqibozlari, bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar, 2025-yil 18-oktyabr hafta kuniga shanba. Andijon viloyati Xo'jaobod chorva bozorida sizlar uchun yosh xonazillar Novoz qatoridan video obzorimizni boshladik. Akalar, malol kelmasa bir dona like bosib kanaliga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Videorolikni xonazillar aylantirib Novozni yoshi semizgacha ko'rsatib, Sigir bozorida ham 2-3 partiyalarga video obzor qilib beramiz. Nech pul bu boy tog'a? 10 million beryapti. Savdosi bo'lyapti. 10 million 200 ming so'm. Bering tog'a. Ma'qul kelsa. Hozirga bo'lsa. Berasizmi? Kelishinglar. Shu. Savdolar qizyapti, xudo xolasa, ertamanda. Hurmatli obunachilar. Boyaga bu qani ish bilyapsiz? 28 million kami bor ekan. Novosimiz qarang. 13 dan bo'pti. Ha? 13 dan. 26 million 13 dan. Mana. Olib kiring. Mol kirish davom etyapti. Boyaga nechi pullar bular? 11 kam bor, 11 kam bor. Hurmatli obunachilar, ozgina xayrli bo'ling. Savdolari-chi? Yuringlar akalar, yuringlar. 9 million 300 ga nechi pul bu? 100 kam 10 million buni savdo qilyapti. Bular mesnimi? Mesni xonasilar, hurmatli obunachilar. Ishqibozga nomer bormi? Ayting. 91lik 601 79 29. Dastavka qilib ber. Bozor shamoli kanaldan ko'ryapman desa arzonroq qilib beramiz. Bozoringiz bersin. Mata savdo bo'lyapti. Qarang, mata ham savdo bo'lyapti. Yo'q, o'zman. Qaysi biriga aka? 19 million 700. 19 million 700 ming so'm jupiga savdo bo'lyapti. Bering. Barakani ayting. Mata shved xonasini ham savdo bo'lyapti. Buni ham ko'ramiz, xudo xohlasa. Barakani aytyapti chiqdi. Boyaka nechi pul? Gapga kiring-ku, gapga kiradi. 94 9 million 400 ming so'm. Olib so'rardim. Siz nima dedingiz aka? Ozgina bor deyapmiz. 100 mi? Yarim ekanda. 100 ming o'tib beravering, mo'ljaldan. Yo, foyda qilmang. 10 million deb turib o'tib beryapmiz. Boqasizmi uni, sotasiz? Tirikchilikga. Boqqani bo'lsa 100 mingga qaramay olib bering demoqchi edim-da. Tirikchilikda odamlar. Yaxshi barakasi bersin. Oma yaxshi qo'nazin ekan, orqalari ham. Nech pul oldi bu? Endi. Qo'nazillar, qarang. Fotorasiga terilyapti. Qaysi biri? Nech pul oldi? Nech pulga berdingiz? 81 ga qora sotilibdi. 8 milliondan tanlab olish ekan. Tip topmi tog'a? 8 dan tanlab olarsinmi? 8 dan tanlab olarsin.
8 milliondan tanlab olasiz. Xatgacha ol. 20 kun garantiyasi ham bor. Mashetgacha ol. Mana. Yeb ichishga 20 kun javob berar shartga. Dastavkasi bor. Nomer aytingchi. 33lik. 33lik. 725 725 35 33. 35 33. Ishqo'z bo'lsanglar aloqaga chiqarasiz. Hammasi yaylov bo'ldi. Bozoringiz bersin. Mesniya? Messi. Mesni yozinglar. Nechta bo'ldi aka? 14. Buqa 14 million. O. Yaxshi, sekin endi novoslarga ham kiramiz. Nechta bo'ldi aka talg'irlar? 6 million 500 dan jupi bir joyga. 3 tasi. 3 ta ekan. 2 tasi talg'ir ekan. Yaxshi. Barakasini bersin. Zo'r. O'tamiz endi sekin buqa bozoriga. Sifatli so'raymiz. Aka oldingizmi uni? Boyaga necha pul bu? 18 million kam bor. Necha pul qildi? Yaxshi. Qachon foyda qilasiz? Hojaga qaysi biri? Hojaka, qaysi birini so'raya? Necha pul? To'rosi bir joyiga 48 million savdo oldi, 12 million so'mdan. Boyaga necha pul oldi? Ha? 31 million 700. 31 million 700 mingga jup sotilibdi. Ha, orqa. Mana orqasidan ham ko'ring. Bering hojaga foyda qilsiz. O, bu yerda tirnoq narsalar chiqibdi, bu qolardi. Shvedlar bu. O'tamiz ko'ramiz. Qanday to'g'ri bitta joyda turgan. Boyaga necha puldan bular? Oldingizmi? Necha puldan? Bu nechi? 17. Arzon. Hurmatli olasizmi? Ular sotilmadi. Barakasini bersin. Zo'r. Yaxshi narsalar olibsiz aka. Zo'r bo'ldimi? Necha pul aka? 150 kilo ilova 22 milliondan dedi. Necha pul beryapti? Yo'q, 22 million berdi. Biz Kam 22 million. to'g'ri. Yo'lda nima bo'ldi aka? Bizga yolg'on Baland o'qiygan. Nima qo'liz? Xaridorni ko'rib Boyaga necha pul? aka buni 30 deyapti. Necha kami bor? 100 ming kam 22 qilyapti. Bu necha pul qildi? Hali reallik savdo qilmadi. Va keyingi tortinchi bu narsalarga ko'rsataylik, bu chiroyli edi. Mana hurmatli olasizlar. Shved bu qalam. Chiroyli. Toza narsa. Qiziqishmadimi? Necha pul? 24 o'rtasida savdo bo'lyapti. 20 bilan. Ammo bu qiz yaxshi o'qiydi. Oqtim shu oq quloq shved bu qiz. Ishqoziga nomer bormi? Ber. Bozoringiz bersin. Shetda sotib olinglar. Bunisi necha pul bo'ldi aka? Aka 17 million bu. Bunisi 17 million bo'ldi. Mayda mol qimmat, katta novosda. Ko'ramiz. Ko'p farq qildi. Davom etamiz. O'zimiz yonimizdagi bor-ku.
Sattınız mı? Neç bilyapsiz? 22 milyon. Ne hozir siz har dorish etdi 18 milyon. Bering tog'a ma'qul kelsa. Hop. Davom etamiz, hurmatli o'g'lim. Shayton ekan bu, to'g'ri? Changi tutashadi, changi. Tutat. Mana bu qon. Ha, sotilib qasr qusur pullar sanali. Qaysi biri boy aka? Nech pul? 16,5. Hurmatli onalar 1, 2, 3, 4 olsa 16 milyon 500 mingdan bir joyga savdo bo'lyapti, bermayapti yani. O'zi ham bir xilaganda. Bering ma'qul kelsa aka. Semizlarni ham ko'ramiz, xudo xolasa. Boyaga nech puldan bular? 26 milyondan ekan. Boyaga nech puldan bermadingiz? 46,5 Jipiga 46 milyon so'mga savdo bo'lib bermayapti. Omad sifati gap yo'q bu qolarni.